Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Qandaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Jafar Giyasov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Zamonaviy, tejamkor, kuchli mashina izlagandingizmi? Mana oldimizga qahramonimiz model MG-ZS. Bugungi obzorda to'liq ma'lumot sizga berib o'tamiz. Plus va minus taraflarni videoni oxirigacha ko'ring, chunki qiziqarli ma'lumot ko'p bo'ladi. Obzorni boshlaymiz. Birinchi bu avtomobilning tarixidan boshlamoqchiman va 1920-yilda Cecil Kimber Buyuk Britaniyada MG brendini asoslangan. MG Morris Garage. 2005-yilda MG kompaniyasi bankrotlikdan keyin SAIC Motor avtokonserni Xitoy bu avtomobil brendini sotib olingan va ishlab chiqarishi endi Xitoyda. Birinchi oldi qismidan boshlaymiz. Tashqi ko'rinishi bilan MG-ZS zamonaviy va ishonchli ko'rinadi. Qanday oldi qismi sizga? Shaharda boshqacha bo'lib, boshqa mashinalar orasida ajratib turishni xohlasangiz, mana oldingizda MG-Z. Hali bu avtomobil shaharda uncha ko'p emas. Hamma avtomobillar oq rang olsa, sizga mana qiziqarli, mana shunaqa ko'k rangi mavjud. Avtomobil oldi ko'rinishi juda ham chiroyli. Bunga ega bo'lgan mana shunaqa chiroyli qora panjara va o'rtada katta emblema MG. Aytganimdek Morris Garage. Bu yerda bizda chiroyli mana shunaqa faralar, kunduzgi yoritgichlari, bu qoshlariga bitta ahamiyat berdi. Chiroyli dizaynda bo'lgan. Qanaqa avtomobilda buni uchratishimiz mumkin? Mercedes CLA dizaynini olingan. Bu yerda bizda lupa bilan jihozlangan, tumanka esa oddiy sariq. Avtomobilni o'zi rangi alohida, qarang, chiroyli ko'k rangda. Bunga yana vidini ochadigan yana bitta narsasi, bu yerda oldi shunaqa beton tonirovkasi turibdi. Shaharda siz hammadan boshqa bo'lib ajratmoqchimisiz? Mana shu avtomobil siz uchun. Nimaga? MG-ZS ko'rinishi juda ham chiroyli. Mazdaga yana o'xshaydi shunday qaraganda, ha? Ko'k rangda yana noodatiy bo'lyapti. Marhamat, MG-ZS oldi ko'rinishi o'zingiz bitta baho berib o'ting. MG-ZS ko'rinishda narxida qimmatroq ko'rinadi. Bu fakt. Avtomobil narxini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bizning harakatimizga hozirgina bitta like bosing. Kapot ostida bir turbina motor 110 ta ot kuchiga ega. Bitta kapotni ko'rib chiqamiz. Kapotni ochamiz. Ana kapot tagida bitta ahamiyat berasiz, marhamat. Shunday ko'rinishda kapot ostida 3 silindrli bir turbo motor 110 ta ot kuchiga ega va aylanish momenti 160. Turbo past aylanishda ishga tushadi, shuning uchun shahar ichida start va ortga o'tishlar ishonchli bo'ladi. Kichik motor, lekin kattalar kabi tortadi. Kalita dizayniga bitta ahamiyat berasiz. Orqa qismida tugmalar yopadigan, bagaj ochadigan va avtomobil ochadigan tugmasi. Wow emas, lekin bo'ladi. Do'stlar, avtomobil yon qismida nimalarni uchratishimiz mumkin? Diskadan boshlaymiz. Ajoyib diskalar 17-razmerda 215, 55, 17. Bu yerda qiziqarlisi Michelin, mana Michelin yozuvi turibdi, lekin bu original emas. Xitoy versiyasi Michelin. Avtomobil uzunligi 4300, kengligi 1800, avtomobil balandligi 1650, g'ildirak bazasi 2580. Clearance bu yerda 165. Avtomobil yerdan mana shu past joygacha 160 ancha baland bo'ladi, chunki bu crossover SUV. Avtomobil yondagi oynasida bu yerda slipoy zona, keyin Let's Go tizimi, kuch o'zingiz bilan bo'lishi kerak. Bir marta bosganda avtomobil yopiladi. Bir marta bosganingizda avtomobil ochiladi. Juda qulay funksiya. Eshigini ochamiz, birdan haydab ketamiz. Ketdimmi? Hali ketmaymiz, aytganim narsam hali ko'p bor. Davom etamiz obzorni. MG-ZS ikkita pozitsiyada mavjud. Bizning obzorimizda 3-pozitsiya eng fulli. Bu narxini birdan aytib o'tay sizga do'stlar. Buni narxi 249 million 400 ming so'm. Ikkinchi pozitsiyasi 242 million. Farqi uncha katta emas, lekin farqlarni bitta-bitta aytib o'tishim kerak.
Masalan, bu yerda katta panoramli lyuk, salonda o'zgarishi bor va yili. Buni yili 2025, ikkinchi pozitsiyani yili 2024. Bu yerda do'stlar bizda orqa qismiga bitta ahamiyat berasizlar. Necha baho berasiz? Orqa qismi juda ham chiroyli. Bu yerda orqa chiroqlari, yonishlari juda ham chiroyli, dizayniga bitta ahamiyat berasiz. Bu yerda pastda ikkita obmankamiz bo'ladi. Bu yerda parktroniklar bo'ladi. Bironta mashina yo obyektga yaqin bo'lsangiz tovush chiqaradi, sizni ogohlantiradi. Menga eng yoqgan narsasi shu MGZS ni ana shu yerda bagaj ochish tugmasini qiziqarli joyda joylashgan o'zi logotipdir. Mana shu yerda qarang. Bitta tepaga tortamiz. Mana ochishligiga bitta ahamiyat berasiz. Katta yukxona hajmi 448 litr, yetarli, katta vobshe va nimalarni bu yerda sozlash mumkin. Masalan, yukxonada sozlanadigan joyi mana shuni ikkinchi qavatga o'tkazishimiz mumkin. Marhamat. Yana bitta qiziqarli narsa do'stlar, mana shu yon tarafidan mana shu ikkita narsani biz tortishimiz mumkin va yechamiz. Hozir sizga o'rindiqlarni bukilgan holatda ko'rsataman va hajmi 1378 litr bo'ladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Orqa o'rindiqni mana shu yerda joyi bor. Agar buni pastga tortsak, marhamat, birinchi tarafini tushirdik. Ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi tarafini tushirimiz mumkin. Qarabsizki, yukxonamiz juda ham katta bo'ldi. Do'stlar, o'rindiqlarni bukilgan holatda ko'rishingiz mumkin. Yukxona hajmi juda ham katta bo'ldi. 1378 litr. Juda ham ko'p narsa bu yerda sig'ishi mumkin. Lekin biza bilishimiz kerak do'stlar, asosiy narsa bu avtomobil har kuni haydash uchun sizga yetarli narsani yukxonaga siz qo'yishingiz mumkin. Do'stlar, yukxona hajmi 448 litr deganda nima sig'adi, o'zi nima deganini sizga oddiy misol bilan tushuntirib o'taman. Qarang. 448 odatda bitta katta chimodan 70-90 litr. Demak, MGZS bagajiga 5 ta 6 ta katta chimodan sig'adi. O'rtacha sumkalar va ryukzaklar, masalan, 3 ta 4 ta o'rtacha ryukzak. O'rindiqlarni bukilgan holatda 1375 litr hajmi bo'lganda nima sig'adi? 1-2 ta velosiped, katta karton qutilar, uy jihozlari, kichik mebel qismlari, juda ko'p chimodan va yuklar. Menimcha bu yetarli, chunki aytganimdek, bu shahar uchun minish avtomobil. Rem komplekt, mashina kichik ta'mirlar uchun kerakli asboblar va qismlar to'plami. Shina teshilishiga, tormoz supportiga, yo'lda xato kelganda tez ta'mirlash, ta'mir xarajatlarini kamaytirish, samarali qo'lda ta'mirlash qilish imkoni, tez ehtiyot qismlar bilan ta'minlash. Yukxonani yopamiz. Endi yoqilg'i sarfi haqida sizga gapirib o'tmoqchiman. Kitob bo'yicha yozilgan kamida 95 benzin qo'yish kerak. Benzobak hajmi 45 litr va yoqilg'i sarfi shaharda 8 litr, trassada 5. Birinchi 3000 atkatkani o'tib, keyin haqqoniy buni yoqilg'i sarfini bilishingiz mumkin. Shu uchun birdan biron narsani aytishim mumkin emas, chunki bu mashina avtomobil hali uncha shaharda ko'p emas. Kamida hozircha men olgan statistika salondan 70 ta shaharda yuribdi. Salgina ko'proq vaqt o'tsin, MGZS ni bir ko'raylik, bir 100 ming kilometr bossin kamida, keyin biz oxirida aytishimiz mumkin, ha, mana shu avtomobil shuncha yoqilg'i sarfi qilyapti. Va agar sizga propan o'rnatish xizmati qiziq bo'lsa, avtosalonni o'zida shuni qilib beradi. Salon qismiga o'tish oldin bitta qiziqarli narsani sizga men ko'rsatmoqchi. Masalan, mana shu menga yoqqan narsalardan biri bu yerda metall. Qarang. Mana shunday tortganimizda qanday baquvvatligini qarang. Barmoqlarim bukilib ketyapti, qarang. Pastini ham qarang. Bu deganiki, moshin baquvvat. Keyin bitta qiziqarli joyini ko'rsataman, shu uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ketdik salonga. O'zi mashina salonda o'tirgan paytda birinchi meni sizga tavsiyam avtomobilni o'zingizga qulay sozlash. Bu yerda esa o'rindiqlarni elektron tarzda sozlash mumkin. Qulay, ha? Bu yerda bizda shunaqa perforatsiya chiroyli rul, avtomobilga o'tirishimizdan birdan ko'rishimiz mumkin. Avtomobilimiz start stop tugmasi bilan marhamat. Qiziqarli chiroyli perforatsiyada ishlatilgan rul,
kerakli tugmalar hammasi bu yerda, lekin esa menga eng yoqgan narsa cruise control tutqichi Mercedesdek boshqa joyga alohida o'rnatilgan. Chiroyli 7 dyuymli panel, hamma kerakli ma'lumotlarni siz bu yerda ko'rishingiz mumkin. Katta 10 dyuymli monitor, Apple CarPlay, Android Auto hammasi shu yerda va qiziqarli narsa hammasini monitorga qilmagan pastda tugmalar bor. Uy tugmasi, ovoz baland va past qiladigan, klimat kontrol, bu yerda bizda Abduf oynalarniki hammasi mana shu yerda. Bizda bu yerda 6 pog'onali korobka PRND va mexanikaga o'tkazib bitta oldinga torsak avtomobil mexanik tarzda ketishi mumkin. Bu yerda bizda elektronniy ruchnik, do'stlar, avto hold bor. Masalan, svetoforga kelgan paytimizda bir marta tormozni bosamiz, keyin avtomobil o'zi turishi mumkin. Buni shunday olgan paytimda mana ko'rishimiz mumkin. Do'stlar, tepalikda pastda tushgan paytingizda sizga yordam beradigan funksiya bor. Bu yerda davom etamiz. Eng katta qulayligi 360 gradus kamera bor. Qarang, monitorda qaraganimizda 2D da ko'rsatishlari qarang, yon taraflari, orqa taraflari. Sifati uncha zo'r emas, lekin qulaylik shu bor. 3D ga ko'rsatishi mumkin. Qarang. Orqasidan, bu tarafidan, yonidan, oldidan maza. Bu yerda bizda pastda ikkita USB port va telefon qo'yadigan joyi, prikuritel va do'stlar, avtomobil svetofor to'xtagan paytda o'zi dvigatelni o'chirish va yonishi mumkin. Agar sizga yoqmasa bu, ana shu yerda tugma bor. Buni bir marta bosgan paytimizda o'chirib qo'yishimiz mumkin. Marhamat. Monitor tepasida ikkita 4 burchakli deflektorlar, avariyka tugmasi, dumaloq deflektor va mana shu yerda yumshoq materialdan ishlanadigan shu karbon naqshini beryapti. Qizil rang bilan tikilgan. Pardachok uncha katta emas, lekin bo'ladi. Tepasiga qarashimiz mumkin. Torpeda yumshoq material bilan qilingan. Bitta ahamiyat berasiz, marhamat. Bu yerda bizda kamchilikni birinchisi men ko'rgan narsam bu kichkina bar, juda ham mayda, lekin ikkita qo'yadigan podstakannik va mana shunaqa joyi bor ekan. O'rindiqlar juda ham sifatli koja bilan ishlatilgan. Bu yerda yana o'sha karbonga o'xshagan naqshi dizayni ishlatilgan, qizil rangda tikilgan, menga yoqdi. Va bu yerda qiziq narsasi, bu yerda podogrev sideniya haydovchi va yo'lovchiniki bor. Eng katta pluslaridan biri mana shu yerda bizda katta panoramli luk. Birinchi shtorkasini ochamiz. Bu yerda tugmalarimiz bor, qarang. Marhamat. Marhamat. Marhamat, katta panoramli luk uzoq yo'lga chiqqan paytda juda ham yoqimli va kerakli narsa bo'ladi. Qandaysizlar? Bu yerda qattiq plastik, bunaqa qiziqarli xromerniy va eshik tutqichi, pastda qarasak yana o'sha chiroyli karbon naqsh ishlatilgan, bu yerda esa koja. Orqa o'rindiqlarni qancha joyi borligini bilish uchun birinchi o'zimni oldingi o'rindiqni sozlaman, keyin orqasiga o'tamiz. Ketdik. Mana o'tirishimdan bitta o'zim uchun sozlanishi mumkin. Aytganimdek, elektron tarzda yaxshi o'tirdim. Endi orqasiga o'taman. Ketdik. Orqa qismiga o'tamiz. Marhamat. Orqa qismiga o'tirdim. Oldingi o'rindiqlar o'zim uchun moslashgan. O'tirishim bo'yim 1.84, o'tirishim yomon emas, marhamat, yetarli joy. Lekin ko'pincha otamlar buni aytishadiki, kamchiligi orqa qismida kam joyligini ekani. Yo'q, mana orqasiga o'tiribman, yetarli joy turibdi. Bu yerda bizda pastda ikkita USB port va bitta qo'yadigan joyi bor. Bu yerda ikkita USB port joyi, masalan, telefonimni zaryadga qo'yib, mana shu yerga qo'yishim mumkin. Lekin tushunmagan narsani qarang, telefon bu yerda turgan paytda, reski tormoz bergan paytda bu telefon tushib ketishi mumkin. Shuning uchun men buni minus deb hisoblayman, do'stlar. Men fikrim bo'yicha uzoq yo'l paytda ketganda ikki kishi orqada o'tirsa, bitta mana shu yerda podlakonnik bo'lishi kerak, chunki bir ikkita stakanlarni qo'yish, mana shu o'tirgan paytda biron narsa bo'lishi kerak, do'stlar. Yana bitta minusni ko'rishim mumkin. Do'stlar, mashina xavfsizlik haqida gapirsak, bu yerda a'lo darajada qilingan. Salon ichida kamida 6 ta podushka безопасности airbag bilan o'rnatilgan. Do'stlar, umumiy shu salonni biz ko'rib chiqdik. Agar qanaqadir joyi qolib ketgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozing. Keyingi videoda buni albatta chiqaramiz. Shunday qaraganda MGZS saloni sifati juda ham yaxshi. Kojani o'rindiqlari,
materiallari hammasi shu bilinib turibdiki, o'sha angliyskiy avtomobilni ko'rinishi va ichki saloni sifati. Xitoyda ham keladigan bo'lsa, lekin bu avtomobilda sifati va boshqa hamma joy detallari o'sha oldin qanday zavodda MG Britaniyada bo'lgan, o'shanaqa qolgan. Faqat SAIC Motor Xitoydan brendi chiqqani mana MG britanskiy, lekin Xitoydan chiqyapti. Tamom do'stlar, test drive'ga o'tamiz. MG ZS yo'lda o'zini juda ishonchli tutadi. Rul boshqaruvi yengil, lekin aniq. Shahar ichida ham, trassada ham oson boshqariladi. Suspensiya yumshoq, yo'ldagi mayda notekisliklarni yaxshi yutadi. Shu sababli harakat juda siliq seziladi. Tezlanish bosqichma-bosqich, variator esa o'tishlarni sezilmaydigan qiladi. Burilishlarda kuzov barqaror, mashina o'z chizig'idan chiqmaydi. Umuman olganda MG ZS kundalik haydash uchun qulay, yumshoq va tinch yuradigan mashina. Do'stlar, mashinani bitta test drive qilib keldim. Aytishim mumkin, yurishi juda ham yumshoq. Qanaqa yo'llarda haydab keldi, ko'rdingizmi? O'zingiz bitta baho berib o'ting. Qanday qilishingiz mumkin? Samarqand shahrida Trend Motors avtosaloniga kelishingiz mumkin. Cho'ponota 1A uyi, aniq adresi, orientir. Samarqandda yangi avtovokzal binosi ro'parasida. Do'stlar, bu yerga kelishingiz mumkin. Bu yerda menejer sizga to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Boshqa modellarni ham ko'rib chiqing. Yana ko'proq ma'lumot kerakli o'zingiz uchun oling. Samarqand shahrida Trend Motorsga xush kelibsiz. Obzorni davom etamiz. Bu esa do'stlar, bu MG ZSning ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Uchinchi full pozitsiya bilan farqlari uncha katta emas. Masalan, bu yerda panoramli luk yo'q. Salonda monitorda rusifikatsiya yo'q, ingliz tilida bu yerda. Yana bitta farqi narxida bo'lyapti do'stlar. Buni narxi 241 million 900 ming so'm. Mana farqi oraligi 8 million atrofida shuncha bo'lyapti. Buni bizda bozorimizda o'zi narxlari nech pul? Masalan, bitta saytda kirib topgandim. Buni 7000 kilometr yurgan narxi 208 millionga berilyapti. Narxi sal pastroq, lekin agar siz yangisiga havas qilgan bo'lsangiz, bitta shunaqa MG ZS ni sotib olishni albatta sizga nasib qilsin. Agar sizga bu model qiziqmasa, shunday shu obzorni ko'rib o'z kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Bu uchun men juda xursand bo'laman. MG ZS ni raqobatchisi O'zbekistonda ishlab chiqaradigan Chevrolet Tracker 2 bo'ladi. Men video maqsadim o'zi bironta avtomobil yomonlamash, o'zi bunda sizga farqini ko'rsatish. Masalan, bu yerda panoramli katta luk bor, Trackerdan kattaroq. Ikkinchisi, bu yerda oldi va orqasi diskalari diskli o'rnatilgan. Uchinchisi, juda ham yumshoq hadovoyi. To'rtinchisi, bu yerda sifati uncha zo'r bo'lmasa ham, lekin 360 gradus kamerasi bor do'stlar. Bir turbina motor uncha injiq emas, benzinda ham yurishingiz mumkin, xohlasangiz gaz ham o'rnating. Do'stlar, qiziqarli vaziyat bo'ldi. Syomkamiz davomida birdangina bitta mijozimiz Tracker 2 ni haydab keldilar. Mana oldimizda Tracker 2 ni birinchi pozitsiyasi qop-qora rangida. Bu yerda oldimizda MG ZS. Hozir bitta buni solishtiramiz, farqini sizga ko'rsatib va aytib o'taman. Do'stlar, yana bir bor aytib o'taman, yomonlamaymiz, ma'lumot beramiz. MG ZS bir turbina motor 111 ta ot kuchga ega. Tracker 2 1.2 motor 132 ta ot kuchi. Kuchliroq. Oldi qismiga o'zingiz baho berasiz, chunki bu yerda bizda Tracker 2 ikkinchi LTZ pozitsiyada, bu ham MG ZS ikkinchi pozitsiya. Izoh sizdan birisi mana oldi qismi MG ZS, mana Chevrolet Tracker. Yoqilgi sarfi MG ZS da 5 dan 7 litrgacha, 100 kilometrda, Chevrolet Trackerda 7 dan 8 litrgacha tejamkor bo'lyapti. Do'stlar, avtomobillarimiz orqa qismlari, marhamat MG ZS orqa qismiga baho berasiz, Chevrolet Tracker orqasiga baho berasiz. O'zingizdan izoh aytganimdek, do'stlar, yukxona hajmi bu yerda 448 litr, bu yerda 390. Kattaroq bo'lyapti yukxonasi bu yerda. Ikkalasida ham ABS, ESP, ISOFIX bor. Oila va bolalar uchun har ikkalasi xavfsiz darajada qilingan. Do'stlar, monitorda 2025-yilda chiqqan ZS modelimizni bu yerda to'liq hamma joyi rusifikatsiya qilingan. Ana shunda yana bitta katta farqi bo'lyapti 2024-yil bilan, chunki bu yerda rusifikatsiya, u yerda ingliz tilida bizga hali kelmagan. Ana shu farqi bo'ladi. Bitta qo'shiq eshitib, bitta baho beramiz kolonkasiga.
Ovoz berishi do'stlar yomon emas, lekin bitta narsani o'zim sezganim bu monitorni ishlatganimda ko'ryapsizmi? Salgina qotyapti mana. Qattiq qilsam, asta qilsam bilinib turibdi-ha do'stlar. Menimcha bu yana bitta kamchiligi bo'ladi. Yondagi oynalarni sozlanadigan mana shu yerda tugma bor. Bu tarafga qilsa mana yo'nalishni ko'rsatadigan joyi chapdagi oyna, bu yerda o'rtasida o'ng tomondagi. Buni shunday sozlashni tepaga, pastga, yonga yo bunday qilishingiz mumkin. Bu yerda faralarni o'sha urovni ko'rsatishi birinchi, ikkinchi, uchinchi maksimum. Bu yerda pastda esa benzobak va kapot ochadigan ikkita tugmalari mana shu yerda kompaktni, chiroyli joylashgan. Do'stlar, obzorni yakunlaymiz. Qanday bo'ldi sizga obzor? MG-ZS sizga yoqdimi? Menga bo'lsa bu avtomobil juda ham yoqdi, ko'nglimda. Do'stlar, Jafar Gasav YouTube kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Chunki bunaqa qiziqarli obzorlar oldindan ko'p bo'ladi. Bizning harakatimizga albatta bitta like bosib o'ting. Keyingi obzor qanaqa bo'lishini siz aytishingiz mumkin. Kommentariyada yozing. Mana shunaqa modelni obzor qiling. Albatta qilamiz. Do'stlar, Jafar Gasav kanaliga xush kelibsiz. Xayr. Al oído gimiéndome y yo la sigo enamorando.